Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugungi sanamiz 2026-yil 3-yanvar sanasida turibmiz. Andijon viloyati Tulkiobod degan joyda tunakafon ishimizni o'z nihoyasiga yetkazganmiz. Bu joyimizga 035 listimizdan ishlatganmiz. Tunakafon xizmatlarimizni sizlarga taklif qilamiz. Vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajat ichida qilib beryapmiz. Hozirlarga qilgan ishlarimizni qo'ldan kelgancha obzor qilib beraman. Video davomida narxlarini, fasollarini va qanaqa listlarda bo'lganini ko'rsatib o'tamiz. Listimiz 4 xil listimiz bor. 03, 035, 037, 04 listlarimiz bor. Shularga qarab 120 mingdan 140 ming so'mgacha qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrdonlar, obzorimizni boshladik. Andijon viloyati Tulkioboddagi joyimiz. Tunakafon ishimizni o'z nihoyasiga yetkazganmiz. Bu ko'rib turgan joylar tashqari ko'cha o'stirma shapkamiz. Dualdan Tarnovgacha 60 sm, uzunligi 19 metr joyimiz. Darvozaxonamiz 720 ga 380 lik joyimiz kobra fasonda bo'lgan. Ichkari shapkamiz bor. 120 sm joyimiz. 28 metr uzunligi, общий hisobi 154,5 kvadrat bo'lgan. 29 metr tarnov qo'yib berganmiz. Общий hisobi 21,5 mingga bitgan joyimiz. Tunakamiz 035 listimizdan ishlatganmiz. Oq, mokri, tilla ranglarimizdan ishlatganmiz. Hozir ichkari tomonlarni ham ko'rsatib o'taman. Bitta oyna rombi qo'yib berganmiz darvozaxonasiga. Bu o'stirma ko'cha shapkamizni shunaqa fasonda qilib berganmiz. Bunimiz tarnov, ko'cha tomonga tarnov qo'yilmagan. Tarnovni tagidan boshlangan, qosh qo'yilgan, kobra fasonga tilla remen, karniz qo'yilgan ko'riplarimiz darvozani shunaqa qilib o'rab berganmiz. Xizmatimiz vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha listimizni yupqa qalinligiga qarab qilib beryapmiz. Buni ichida tarnovi, slifi va kosmos qo'yiladigan bo'lsa, bu oyna rombini o'rniga kosmos qo'yiladi. Kosmosimiz alohida bo'ladi. Bu joyimiz 035 listimizda bo'lgan. Shunda hisoblanadi. Hamma yo'g'i ichida deganda mana tarnovimizni tagidan boshlanadi-da, shu duolgacha bo'lgan joyimiz. Usta haqqi, lesa xizmati, dastavka, usta, tunakalarimiz, xullas samarez, reka, hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Sizdan bir mahal obed bo'ladi. Va ichkari tomonga kiramiz. Darvozaxonamiz 720 ga 380 lik joyimiz bo'lgan. Shunaqa kobra fasonda qilib berganmiz. O'rtaga oyna rombi bitta qo'yib berganmiz. Eniga 380, uzunligi 720 joyimizga kobra fasonda karnizga qo'yib berganmiz. Buni novoli qilsa ham bo'ladi. Novoli bu joyimizga bo'lmagan. Aytib o'tganimizdek ichkari o'stirma shapkamizga keldik. 120 sm tarnovni tagidan duolgacha 120 sm bo'lgan, uzunligi 28,5 metr, 28 metr bo'lgan. Shunaqa kobra fasonda qilib berganmiz, oqqa mokri qilib berganmiz. Joylarimizni ham obshipka qilib, ko'rib qilib o'rab o'tganmiz. Narigi tomonimiz dekor plas bo'lgan. Dekor plasga moslab turib, tagini shunaqa ko'ribda tunakada o'rab berganmiz ichkari tomonini. Aytganimdek, tunakamiz 035 listimizda bo'lgan, oq, mokri, tilla ranglarimizdan ishlatganmiz. Tarnovimiz 29 metr bu chekadan burchagimizgacha bo'lgan, burchakdan narigi chekagacha 29 metr va chig'anoqlardan ham 4 dona qo'yib berganmiz. Xizmatimiz vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.